juda ko'pchilik so'ragan GPA balli hisoblashni qissa qilib tushuntirib o'taman. Qaranglar. GPA ballimiz yillik hisoblanadi. Ya'ni ikkita semestrimiz, kuzgi va bahorgi semestrda o'qilgan fanlarimiz, ularning kreditlari va olgan baholarimizni ko'paytmasi. Xo'p, matematika fanimizda 6 kredit, 3 baho olingan, fizika 4 kredit, 4 baho olingan bo'lsa, kuzgi semestr va bahorgi semestr davom etadi. 10 ta 15 ta fan bo'ladigan bo'lsa, ularning kreditlari kunduzgilarda 60, sirtqilarda 48 qilib belgilangan. Va bu kreditlar fanlarga bo'lib yuboriladi. Ulardan olgan baholarimizga ko'paytirib chiqamiz. Quyidagi formula bo'yicha ishlaymiz. Kreditimizni shu fandan olgan bahomizga ko'paytiramiz. Ikkinchi fanning kreditini shu fandan olgan bahomizga ko'paytiramiz. Va bularning hammasini yig'indisini kreditimizga bo'lib yuboramiz. Shunda bizani GPA ballimiz kelib chiqadi. GPA ballingizni hisoblaganingizda agar qaysidir faningizni o'zlashtirmagansiz, misol uchun kimyo fani 2-semestringizda qolib ketgan bo'lsa, GPA ballingiz o'tish ballidan yuqori chiqqan bo'lsa, o'tirasiz kursdan kursga. Faqatgina u qolib ketgan fanimizni universitet tugaguncha bo'lgan oralig'ida vaqt topib o'qib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu videoni GPA ballini hisoblamayotgan student do'stingizga uzatib qo'yasizlar. Like, podpiska sizlardan chiqmasin.